Bugungi obzorimizda Kia K5 ikkinchi paysasi bo'ladi. Qani videoni oxirigacha ko'rib, obuna bo'lishni unutmang. Kia K5 ikkinchi paysasi. Bu FIFA Edition paysasi 379 million so'mdan boshlanadi K5lar 540 million so'mgacha. Bu turgani 439 million 900 liga. Hozirgi kunda buni foizsiz bo'lib to'lash tartiblari va qanday motor joylashgan, qanday funksiyalari bor, nima xususiyatlarga ega hammasini sizlarga tushuntirib o'tamiz. Bunda oldi Parktronic datchiklari, orqa kamera, polni 360 gazli kameralari bo'ladi. 170 ta ot kuchiga ega, 0 dan 100 gacha 9 sekundda 100 ga chiqadi. Rasxodi esa 100 ga 6 litr rasxod qiladi. Keling, ichlarini ko'rsatib va diskalarini razmerlarigacha ko'rsatamiz. 18 lik razmerda yumshoq balon va saka diskalari bor o'zida. Beskuchoy dostuklari bor. Ikkinchi paysada ham ko'rib turganingizdek katta lyuk bo'ladi o'zida. Birinchi paysalarda esa kichkina lyuk bo'ladi. Qolgani misol uchun tom bo'ladi, panorama tom bo'lmaydi. Bu 2 dan 3 ta, 8 ta paysalarda 2 dan yuqori paysalarda, ikkinchi paysalarda hammasida panorama tomlari bo'ladi. Ichki saloni ko'rishingiz mumkin, kojunli salon bo'ladi. Uchlarida, to'rlarida nima farqi bor desangiz, ularda yon tomon signasi ham elektronik bo'ladi. Bunda faqat shofir tomonda signasi elektronik bo'ladi. Keling, orqalarini ham ko'rsataman. Orqada ham misol uchun oldida ham bemalol o'tiribman, orqada bemalol o'tiribman. Bo'yim 1.80 ko'rishingiz mumkin, bemalol joylashsangiz bo'ladi. Deflektorlari, konditsionerlari orqada va Type-C zararchi joylariga ham bor o'zida. Va tomonda endi podstakanlik bu narsa qo'yib, qo'llaringizni qo'yib bemalol davom etsangiz bo'ladi. Bundan yuqori paysalarda o'zi orqadan turib, oldindagi multimedia sistemani boshqarsangiz bo'ladi. Va bagaj ob'yomini ko'rsataman sizlarga. Orqa kamera, orqa farlari to'liq yonadi. Ko'rishingiz mumkin, FIFA Edition mana shunaqa ABM Global mana shunaqa kubikli o'zimlari bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, orqa Parktronic datchiklari, orqa knopkasi, bagaj ochishga, ichkarida ham ochsa bo'ladi. 540 litr bagaj ob'yomi. Va buni tagida zapaskasi, zapaska ham saka diskali bo'ladi, dakatka bo'lmaydi. Bemalol almashtirib taqsangiz bo'ladi balonga. Qo'l bilan yopiladi, elektrichеский bo'lmaydi. Ichki salonda nima funksiyasi bor va qanday funksiyalariga ega sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, o'tirishingiz bilan sizda kattagina monitor qarshi oladi, ko'rishingiz mumkin. 12 dyumlik polli splashli monitorlari bor. Cruise control, climate controllari bor. Sportivniy multirol ko'rishingiz mumkin. Nechta rasxod qilyapti, qayerdan qayergacha benzin sarflayapti, hammasini tabloni o'zidan ko'rib boshqarsangiz bo'ladi. Rejimlari bor. Sport, eco, norma rejimlariga ega va shaybali bo'ladi. Oldingi K5larda richag edi, bularda hozir shaybali chiqqan. Bespirodnoy zaryadchiklari bunda hozircha yo'q, Type-C zaryadchi joylari bor. Bundan yuqori paysalarda bespirodnoy zaryadchi joylari bo'ladi o'zida. Podstakanliklar ko'rishingizni yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Barlari va sizga yoqadigan boyagidek aytgandek katta panorama tomlari ikkinchi paysada ham bo'ladi. FIFA Editionlarda hozirgi kunda 360 gazli kameralari mavjud. Buni siz 30% ni to'lab, 15 oyga foizsiz bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. 50% ni to'lab, qolgan 50% ni 2 yilga bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. 60% ni to'lasangiz, salkam eng uzoq muddat 30 oygacha o'z narxida bo'lib to'lashga qilib beramiz. Mashina sizning nomingizga chiqadi. Bitta pasport va boshlang'ich to'lov bilan Kia Deno avtosalonimizga o'ziga kelib, bemalol hal qilsangiz bo'ladi. Va o'zida eski mashinangiz bo'lsa, minib yurgan mashinangiz bo'lsa, u mashinani ham olib keling, biz baholab olib qolamizda, o'rniga sizga yangi mashina qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting va yana qaysi modelni to'liq obzorini ko'rmoqchisiz, qanday ma'lumotlari bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozing. Qo'ldan kelgancha sizga javob berib va obzor qilib beramiz.